Fevraldagi milliy sertifikat imtihonida 20 ta savolga to'g'ri javob topib ham siz C+ natijani qo'lga kiritishingiz mumkin bo'ladi. Mana shu videodan boshlab men 1 dan boshlab to 45 gacha bo'lgan savollarga hammasiga bittadan namunaviy misollar ko'rsatib chiqaman. Xo'p, mana shu savolimizda bir ajoyib bir qoidani o'rgatib ketaman. Birinchi misollarga namuna bo'ladi bu. Xo'p, natural A va B sonlar uchun, demak, yig'indisi 97, ko'paytmasidan 2 ayirsak eng katta qiymatni toping deyilgan. Eslab qoling, yig'indi berilganda ko'paytma eng katta bo'lishi uchun o'sha yig'indi o'rtada bo'lish kerak. Mana shu oddiy jaydarchasiga o'rtada. O'rtada degani, demak, 97 ni teng ikkita yig'indini, ikkita qo'shiluvchini ham teng qilib olishimiz kerak. Bu yerda hozir biz 97 ni 2 ga bo'lsak 48,5 chiqar edi. 48,5 qo'shsak 97 ni beradi. Lekin bizga natural sonlar degani uchun, mana natural sonlar degani uchun buni 48,5 emas, bittasini 48, ikkinchisini 49 deb tanlab olamiz. Ana shunda demak qo'shsak 97 ni beradi va ko'paytma eng katta bo'la oladi. Ko'paytma eng katta bo'lish uchun o'rtada bo'lish kerak. Ikkalasi bir-biriga yaqin bo'lish kerak, teng bo'lish kerak. Agar yarim chiqib qolayotgan bo'lsa, natural son deyotgan bo'lsa, juda yaqin qilib olib kelishimiz kerak. 48 ga 49. Xo'p, endi joy-joyiga qo'yamiz. 48 ko'paygan 49 minus 2. Demak, 48 ni 49 ga ko'paytirsak 2352 bo'ladi. Undan 2 ayirib qo'ysak 2350. Xo'p, bu bizda A variantda berilgan. Videoga like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Shu men ko'rsatayotgan savollarni iloji boricha repost qilib yoki saqlab boringizlar. Imtihondan oldin, 1-2 kun oldin hammasini yana qayta ko'rib chiqsalaringiz juda ham foydali bo'ladi deb o'ylayman.